Messi esa shahzoda. Uning hayotini yashash, uning yo'lidan yurish, uning harakatlarini takrorlash ilojsiz. Chunki Messi bo'lish uchun avvalo 5 yoshingizda Barselona nazariga tushishingiz kerak. Siz Messi kabi Barselona qirolligida ulg'ayib o'sishingiz va ularning sizga ishonishlari kerak. Kambag'al oiladan yetishib chiqqan qahramon esa har bir qadamda sinovga duch keladi. Har qadamda o'lim bilan yuzma-yuz, har qadamda o'zining qahramon ekanini isbotlashga majbur. Ana o'shalar ertaklariga yarashadi. Ana o'shalar xalqqa yaqinroqdek xuddi. Messi esa hech qachon kurashmagan. U kimnidir raqobatini yengish, o'zini kimgadir isbotlash ehtiyojini sezmagan. Buni ko'proq isbotlagandir, rost, lekin bunga majbur bo'lmagan holda qilgandi hammasini. Ronaldinho Messining o'sishi uchun xalaqit qilyaptimi? Demak, Ronaldinhoni sotamiz. Ibrahimovichning uslubi Messiga to'g'ri kelmayaptimi? Xayr, Zlatan. Bunday hayot yo'li bilan inson o'z iqtidorini to'liq namoyon qilishi, dunyodagi eng zo'r futbolchiga aylanishi, yuzlab gol urishi va oltin to'plarni qalashtirib olishi mumkin. Ammo uni qahramon deya olamizmi? U maydondan tashqarida oddiy kiyimda uni tomosha qilayotgan insonlarga buyuklikning shakli o'laroq namoyon bo'la oladimi? Yo'q. Uni faqat maydondagi sehrli harakatlari bilangina eslashga o'rganganmiz. U qanday inson? U bizga o'xshaydimi? Unga nima yoqadi? Uning xarakteri qanaqa? Yo'q, bilmaymiz. Chunki Messi qarshimizda hech qachon bir shaxsiyat sifatida gavdalanmagan. Unga nisbatan doimo o'zga sayyoralik atamasining qo'llanilishiga sabab shudir.